4-chi bob. Qadrli qarindoshlar, muqaddas ruh orqali vahiy yetkizdim deydiganlarning hammasiga ishonmanglar. Ularning ruhining Xudodan kelgan kamganligini farqlantirish uchun ularni sinanglar. Chunki nurg'un soxta payg'ambarlar dunyoning hamma joylarida paydo bo'ldi. Bir kishida Xudoning ruhining bor yoki yo'qligini mundoq farqlantirishga bo'ladi. Ayso Masihning dunyoga inson tindi kelganligini e'tirof qilgan kishida Xudoning ruhi bor bo'ladi. Biroq buni e'tirof qilmagan kishida Xudoning ruhi yo'q bo'ladi. Bundaqlarda Ayso Masihning raqibining ruhi bordir. Bu ruhning keldiganligi to'g'riliq anglagan edinglar. Darvaqa, u hozirmi dunyoda mavjuddir. Aziz bolalarim, sizlar bo'lsanglar Xudoga mansub, sizlar soxta payg'ambarlar ustidan g'alaba qildinglar. Chunki sizlardagi muqaddas ruhning kuch-qudrati bu dunyodagi shaytonning kuchidan ulug'dir. Soxta payg'ambarlar bu dunyoga mansub. Shunga ular bu dunyoning so'zlarini qiladi. Ayso Masihga e'tiqod qilmaganlarmi ularning so'zlarini anglaydi. Biz bo'lsak Xudoga mansub. Shunga Xudoni tonigan kishi bizning so'zlarimizni anglaydi. Xudoga mansub bo'lmagan kishi bo'lsa, bizning so'zlarimizni anglamaydi. Mana buningdan bir kishida haqiqatga yetaklaydigan ruh yoki yolg'onchilikqa ozdiradigan ruhning borlig'ini bilgili bo'ladi. Qadrli qarindoshlar, bir-birimizga mehr-muhabbat ko'rsataylik. Chunki mehr-muhabbatning o'zi Xudodan keladi. Mehr-muhabbat ko'rsatgan kishi Xudoning farzandi bo'lgan bo'ladi va Xudoni taniydi. Mehr-muhabbat ko'rsatmagan kishi Xudoni tanimagan bo'ladi. Chunki Xudo o'zi mehr-muhabbatdir. Xudo bizni mangulik hayotga erishtirish uchun o'zining birdan-bir yagona o'g'lini bu dunyoga avatdi va buning bilan bizga bo'lgan mehr-muhabbatini ko'rsatdi. Haqiqiy mehr-muhabbat bizning Xudoga ko'rsatgan mehr-muhabbatimiz emas, balki Xudoning bizga ko'rsatgan mehr-muhabbatidir. Chunki u bizning gunohlarimizning kechirim qilinishi uchun o'z o'g'lini qurbon bo'lishga avatdi. Qadrli qarindoshlar, Xudo bizga shu qadar mehr-muhabbat ko'rsatgan yerda bizmi bir-birimizga mehr-muhabbat ko'rsatishimiz kerak. Hech kim hech qachon Xudoni ko'rgan emas. Lekin bir-birimizga mehr-muhabbat ko'rsatsak, Xudo qalbimizda yashaydi va uning mehr-muhabbati hayotimizda mukammal ifodalangan bo'ladi. Xudoga bog'lanib yashayotganligimizni va Xudoning bizning qalbimizda yashayotganligini, uning o'z ruhini bizga ato qilganligidan bilamiz. Arishdagi otimiz o'z o'g'li Ayso Masihni bu dunyodagi insonlarning qutqizg'uvchisi bo'lishga avatdi. Buni biz ko'rdik, ham buningga guvohlik beramiz. Agar kim Ayso Masihning Xudoning o'g'li ekanligini ochiq e'tirof qilsa, Xudo uningda, umu Xudoda yashaydi. Buning bilan Xudoning bizga bo'lgan mehr-muhabbatini tonib yetimiz va buningdan gumonlanmaymiz. Xudo o'zi mehr-muhabbatdir. Shunga mehr-muhabbat ichida yashagan kishi Xudoda yashaydi. Xudomu uningda yashaydi. Shundaq bo'lganda mehr-muhabbat bizda mukammallashadi. Qiyomat kuni Xudoning oldida yuragimiz to'q bo'ladi. Chunki Ayso Masih Xudoning
mehir muhabbetidan bahramon bo'layotgandek, hozir bizmi bu dunyoda shu mehr muhabbatdan bahramandurmiz. Mehr muhabbatda qo'rqinch bo'lmaydi. Mehr muhabbat mukammal bo'lsa, qo'rqinchni yo'qqa chiqirdi. Chunki qo'rqinch Xudoning jazosi bilan bog'lanishliq bo'lib, qo'rqinch bor kishida mehr muhabbat mukammal emasdir. Bizning qalbimiz mehr muhabbatlik. Chunki Xudo oldi bilan bizga mehr muhabbatlik bo'ldi. Agar biri Xudoni so'yman deb turib, qarindishiga o'chmanlik qilsa, u yolg'onchidir. Chunki ko'ziga ko'rinib turgan qarindishiga mehr muhabbat ko'rsatmagan kishi ko'rib boqmagan Xudoni qandoqmi so'ysin? Shunga Xudo bizga Xudoni so'ygan kishi qarindishini so'ysin deb amr qilgan.